Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun boshqacha challenge-ni sinab ko'ramiz. Ya'ni shunday faqat cho'lda yashaymiz. Cho'ldan boshqa biyom yo'q bu dunyoda. Va ko'rib turganingizdek biz hardcore'damiz. Bu yerda 100 kun yashashga urinamiz hali. Va albatta survival dunyomizni ham esdan chiqarmaymiz, lekin bugunchalikka u yerda o'ynamaslikka qaror qildim. Baribir ozgina o'zgarishlar ham qildim. Keyin videoni to'xtatgandan keyin xo'sh, unda birinchi bo'lib biz hozir qishloq topishimiz kerak. Qishloq topsak yaxshi bo'lar, chunki golemni o'ldirishimiz mumkin. Xo'sh, endi bizda ovqat ham boshqa narsalar ham bor. Qishloq topdim bu yerda va boshqa narsalarni qildim va piramidadan olmos ham topdim. 3 ta ekan. Shuning uchun yasab olaverdim. Endi nima qilamiz? Endi qiladigan ishimiz albatta baribir olmos qidirishga borishdir. Qanunda ketdik. Kavlab bu yerga kelganimdan keyin ozgina temir topdim va buni olishga qaror qildim. Baribir kerak bo'ladi bizga. Keyinchalik uy qurganimizda ham kerak bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu yo'limdan chiqayotgan lavalar menimcha kondan chiqib ketish vaqti bo'lganini aytmoqda menimcha. Yo'q. Xo'sh, shuncha narsa yig'dim, bularni ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p temir ham yig'dim, lekin afsuski bitta ham olmos chiqmadi. Mayli, keyingi safar omadimiz kelar, balkim hozir chiqish kerak tezroq tashqariga. Xo'sh, hozir men bu joyga qandaydir suvli nimadir qurmoqchiman, chunki yaqin atrofda daryo yoki shunga o'xshash narsa yo'q ekan. Shuning uchun o'zimiz bittasini yasab qo'ysak yomon bo'lmasdi dedim-da. Men baliq ushlayman deb daryo qidirib yurganimda yana bitta qishloq topdim. Bunisini bundan oldin ko'rmagandim, shuning uchun o'zimnikini belgiladim-da, buni ham narsalarni olishga qaror qildim. Xo'sh, mana 5-kunga ham yetib keldik. Bu esa meni hozirchalikka qurgan uyim. Endi bizga ozgina qum kerak, chunki qumdan keyinchalik deraza yasasak bo'ladi. Derazani esa uyimizga qo'yib qo'yamiz. Okey, 24 tasi menimcha yetsa kerak. Va 24-si mana. Yo'q, qayergadir qo'ydim. Hozir qayerga qo'ydim? Mayli, chiqsi yo'q. Va mana bizning birinchi uyimiz bitdi. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar uy yoqqan bo'lsa, bunaqadan yana ko'proq qurishimiz ham mumkin. Bugungi qismni ham shu yerda tugataman. 5 kun yashadik. Keyingi qismda esa endi 10 kungacha yashashga harakat qilamiz. Qancha narsa yiqqanimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham qiyin bo'lmas ekan o'ylaganimdek. Xo'sh, hammangizga xayr deb qolaman. Keyingi qismlarda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.